qumni to'ldirding bir tomoniga deb so'raganda Badaviy shunday javob berdi. Cho'lda yashaydigan odam dediki, muvozanat saqlash uchun ikki tomonda bir xil og'irlik bo'lsin, bu tuyaga ham foyda bo'ladi, yurishda qiynalmaydi, yaxshi yuradi dedi. U odam aql ishlatib bug'doyning yarmini u qopga, yarmini bunisiga solsang bo'lmasmidi, narigi qopga? Qum solib yurarmiding? Shu tariqa dedi, ham qoplar yengillashgan bo'lardi, ham tuyaning yuki kamayardi, ham muvozanat saqlangan bo'lardi dedi. Endi boyagi cho'lda yashaydigan odam bu fikrdan hayratga tushdi va uni ma'qullab, ey oqil, ey hur, ey hakim zot, bunaqa nozik fikr, bunday go'zal tadbir egasi bo'la turib, nega bunday yalang'ochsan, piyoda yuribsan, holdan toyasan dedi. U dilkash cho'lda yashaydigan odam hakimga rahmi keldi.